Yaponiya gün sayın yaşayotgan Xitoy tahdidi qarshi mudofaa sohasida yangi qadamlar tashildi. Yaponiyaning davlat mudofaasiga ajratgan xomjotini oshirganligini ko'rgan Xitoy, yangi avlod qurollarning sonini oshirish orqali dengizda hokimiyat qurish tirishchanligini kuchaytmoqda. Yaqinda Yaponiya kelgusidagi 5 yil uchun 242 milliard dollarlik mudofaa xomjot ajratdi ve 2. Dünya urushi oxirlashgandan buyon tunji qitim aviamatka yasash qarori chiqadi. Yaponiya dengiz armiyasining eng cho'ng paraxoti bo'lgan Izumo tiplik tikuchar paraxotini aeroplanlar uchib qo'na oladigan shaklda o'zgartib yasash plani mutaxassislar tarafidan Xitoyga qarshi besilgan bir qadam deb qaraldi. Sharqi Turkistonlik Uyg'ur yosh akademik Burhan sayti, Turkiya bilim va texnika tadqiqot organi va Turkiya bilimlar akademiyasining 2018 yillik mukofotiga erishdi. Uyg'ur akademik Burhan sayti, Turkiya bilimlar akademiyasining 2018 yillik yuqori natija qozongan yosh tadqiqotchilar mukofotini Turkiya Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning qo'lidan topshirib oldi. Sharqi Turkiston Majlis Raisi Sitem Türk, Mehmet Akif Üniversitesi Türk İslam Medeniyetleri Uyuşmasının teklifi bilan qatnashgan yig'inda Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmi va Xitoyning assimilyatsiya siyosati haqida doklad berdi. BDT irqiy kamsitishni yo'qotish komitetini o'z ichiga olgan nurg'un tashkilotlarning dokladlarida o'tirg'i qo'yilganiga o'xshash, Xitoyning Sharqi Turkistonda oz deganda 2 million xalqni lagerda asir tutayotganligi dunyo jamoat fikrida keng o'rin ilishga boshlagan bir vaqtda partiyasining Turkiya Büyük Millet Meclisi Kişilik Hukuk Komitesiga sungan Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari va yig'ilish lagerlarining tekshirilishi haqidagi taklifi Adolat va Taraqqiyot partiyasining rad qilishi, Millatchi harakat partiyasining ovoz berishdan chekinishi bilan rad qilindi. Erdoğan bilan Trump telefonda ko'rishgandan keyin tuyuqsiz chiqarilgan Amerikaning Suriyadan askar chekindirish qarorining Isroil va Paris qo'ltiqi davlatlar orasidagi uchrashuvlarning kuchaydiganligi haqida to'xtalgan Amerikalik faoliyatchi Schneier, Veliahd Shahzoda Muhammad bin Salmanning o'ziga Isroil bo'lmasa biz taraqqiy qila olmaymiz deganligini bildirdi. U Isroil vaqti gazetiga qilgan so'zida Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahuning 1-oyda Beyrutda ziyorati bo'lganligini va Isroil Paris qo'ltiqi davlatlari orasidagi diplomatik munosabatlarning yangidan boshlanishi uchun tirishchilik ko'rsatganligini bildirdi.